Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun Team Stars rubrikasining yangi soni. Bugungi mehmonimiz Otabek Shavkatov, Team universitetining 3-kurs talabalari. Otabek, rahmat kelganingiz uchun. Birinchi savolim, nimaga aynan Team universitetini tanlagansiz? Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor taklif uchun rahmat. Endi savolga o'tadigan bo'lsam, nega Team? O'zi men tadbirkorlikni qidirayotganimda, men Hikmat aka bilan gaplashganimda aynan shu universitetda aytgandilar va men bu universitet Pre-Foundation bilan kirganman. Qariyb 4 yil bo'lar ekan. Shundan beri ko'rib keldimki, juda ko'p eventlar, juda ko'p kompaniyalar sayohatlar va umumiy jihatda muhit juda zo'r ekan. Shu sababdan Team tanladim. Otabek, siz qaysi fakultetda o'qiysiz va ayta olasizmi, qaysi tur yoqqan fanlaringizni Team universitetda va nimaga? Bizning universitetda fakultetlarni aynan 3-kursdan boshlab o'qirkanmiz. Birinchi, ikkinchi kursda umumiy o'tiladi. Men hozir tanlagan fakultetim bu xalqaro biznes fakulteti. Nega shuni tanladim? Sababi hozir ko'rdimki, O'zbekistondagi bizneslarning ko'pi xalqaro investorlarni jalb qilyapti. Shunga qanaqa qilib chetga chiqadigan bo'lsam yoki chet investorlar fikrlashni o'rganish uchun shu yo'nalish menga muhim bo'lar ekan. Qaysi fan sizga ko'proq yoqadi? Endi shu xalqaro biznes fakultetining ichida. Hozir hamma fanlar yaxshi ilm berishyapti, lekin Hikmat akaning darslari endi tabiiyki o'zlari tadbirkor bo'lganlari uchun darslarida teoriyadan ko'proq praktikani ko'proq o'tganlar uchun juda yoqadi. Men bilaman, shu ko'p talabalar ham ishlab, ham o'qishadi bizda. O'zingizni ish faoliyatingiz haqida gapirib bering. Qayerda ishlaysiz, nima holat ko'rsatasiz? Hozirda men Dental Media Productions loyihasi rahbari bo'laman. Partnyorim shu universitetda tahsil olgan Ulug'bek G'afurov bilan ochganmiz. Ular shu dental marketing loyihasi rahbari bo'ladilar. Men aynan shuni bo'limi Dental Media Productions bo'ladi. Biz aynan Toshkentdagi yirik stomatolog klinikada marketing xizmatlarini qilib beramiz. Zo'r. Team qanaqa qilib sizga bu faoliyatingizda yordam beradi? Birinchi navbatda tadbirkorchilikni ichida mag'zini tushunishda shu yerdagi bazaviy fikrlarni oldim. Undan tashqari har xil ustozlardan, har xil lektorlardan o'zimning savollarimni berib, katta tajribali odamlardan qisqa vaqt ichida juda katta insightlar olib, uni tez qo'llashda yordam berishadi. Umumiy hozir abituriyentlar o'qishga kiradi. Ularga nima maslahat bergan bo'lardingiz yoki qanaqadir rekomendatsiyalaringiz bormi? Xo'p, hozir agar universitet tanlashayotgan bo'lsa, birinchi navbatda o'zi nima xohlashayotgan savolga javob olgan yaxshi. Ko'p universitetlarda juda ko'p ilm beriladi. Ya'ni ilm uchun bo'lsa, aynan ilm uchun tanlash kerak yoki agar tadbirkorchilik bo'ladigan bo'lsa, qayerda shu tadbirkorlik muhiti yaratilgan bo'lsa, shu tanlash kerak. Ya'ni birinchi navbat o'zim nima xohlay olmaydigan savolga javob olinsa, ancha oson bo'lar ekan. Kattakon rahmat Otabek, bugun shu qisqa suhbatimizga kelganingiz uchun va o'qishlaringizga omad tilayman. Rahmat kattakon.